Sizda ham poluz ekinlaringiz va daraxtlaringizni qurt bosib ketyaptimi? Uni yechimi Asaman dori sepadigan apparatlarni obzorga kelganmiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Toshkent shahrida o'zlariz tanigan Asaman kompaniyasi Xitoydan birinchi qo'lda har xil texnikani olib keladi. Endi hozirgi kunda kerak bo'ladigan, ya'ni qishloq xo'jaligiga, uy xo'jaligiga kerak bo'ladigan har xil turdagi dori apparatlarini obzorni qilib o'tamiz. Videoga like bosib, oxirigacha tomosha qilsangiz, bularni narxlari, dastlabki xizmatlar qanaqa bo'ladi, necha litr suv oladi va qanaqa holatlarda ishlatish mumkin, qanaqa holatlarda ishlatish mumkin emas, hammasini sotuvchi akamiz bilan aytib o'tamiz. Yana siz keldingiz aka? Yana men aka, salomatmisiz? Rahmat, yaxshi keldingiz aka. Endi aka, dori apparatlarni obzoriga keldik, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Dehqon akamiz so'kyapti, dehqon akalarimiz. Qanaqa ma'lumotlar endi, necha xil turdagilar bor sizda aka? Aynan sezoni hozir dori apparatlarida. Bizda dori apparatlarida 5 xil turda turi mavjud. Undan birinchisi batareykali hamda ruchnoy. 25 litrda dorini o'z ichiga oladi. Hamda keyingilari benzin moy aralashtirib quyiladigan motorlar. Bular 15 litrdan 25 litrgacha bo'ladi. Hamda bu yoqda ko'rib turgan oranjeviylaringiz karter material hisoblanadi. Moy va benzin отдельно quyiladi, 25 litr bo'ladi boki. Hamda oxirida turgan 3 ta parraylik hamda oddiy remellik dori apparat hisoblanadi. Bu benzinda ishlaydi aka. Bunga hech qanaqa tok-pok, anaqalar shart emas. Hamda buni shilyankasi aka 50 metr bo'ladi. Katta bog'lar uchun mo'ljallashgan. Katta hovuzlarga ulab turib ham dori sepsa bo'ladi bemalol. Boklarga, buni kichkina kultivatorlarda ham olib yetalab yurib sepsa bo'ladi aka. Oyog'i bormi? Ha, bularda hozir g'ildiragi bor, hamda 3 ta nasatkali aka. 3 kishi teng sepsa ham bo'ladi. Gap yo'q. Hozircha bitta komplektda bitta 50 metrli shilyankasi hamda bitta nasatkasi chiqadi. Qo'shimchalarni o'zi oladi aka. Men bularni odatda ko'rardim. Dehqon akalarimiz orqasiga osib yoki boshqa narsa qilib dori sepishardi, lekin men bu Asamandan yangilik. Endi men birinchi marta ko'rib turibman aka. Endi ma'lumotlari 50 metrgacha dedingizmi shilyankasi? Shilyankasi 50 metrgacha aka. Gap yo'q. Xo'p, yana bitta komplektda nimalar bo'ladi? Komplektda qarang, shilyankasi, suv tortadigan filtri hamda suv tortadigan shilyankasi, hamda dori sepadigan nasatkasi, hamda dori yetkazib beradigan shilyankasi bo'ladi aka. Gap yo'q, zo'r. Bularda ham xuddi shunaqa. Bularda endi eng qiziq tomoni aka narxida. Hamma narxi qiziqadi aka. Akkumulyatorli dori apparatimiz 450 ming so'm. Burchakdagida shunaqa? Burchakdagi qizil. Bular oddiy motorlilar, moy benzin aralashtiradiganlar 65 dollardan boshlanadi. 750 ming so'm, 800 ming so'm. Karter motorimiz 1 million 200 ming so'm chiqadi aka. Umri uzoqroq ularga qaraganda. Hamda bu benzinligimiz aka 2 million 100 ming so'm chiqadi. 2 million 100 ming so'm. Endi bu kattaroq xo'jaligi borlarga uchun o'ta zo'r narsa-da. Bitta joyga qo'yadigan bo'lsak, radiusi 100 metr bo'lgan joyda oladi aka. Aylanib sepaveradi, shunaqami? Aylanib sepaveradi bemalol. Zerikkanda. Qo'yil. Bularni rasvoti qanaqa? Xo'p, bularning rasvoti aka, bular 1 litr benzin oladi o'zini. Soatiga. Yo'q, soatiga emas aka, bular bokiga 1 soat yetmaydi bokitaga o'zi aka. U ketaveradi, soatiga farqi yo'q aka. Menimcha rasta ketsa 200 grammdan 300 grammdan ketadi aka, bitta bok rasxod. Bitta bok 1 litr quyib qo'ysangiz 3-4 marta rasxod qilib olasiz aka, aylantirib. Bular 3-4 litrda o'z ichiga oladi. Rasxodi shu bu ham 2 soat 3 soatlar ketadi aka, bemalol sepgan. Gap yo'q, zo'r. Boshlang'ich narxi necha bo'ldingiz aka? Boshlang'ich akkumulyatorli 450 ming so'm, oddiy benzinlilar aka 65 dollar, 750 ming 800 ming so'mdan boshlanadi aka. Qo'yil. Bularga qancha garantiya beriladi? Xo'p, основной moy bilan benzin aralashtiradiganimizga kamroq garantiya beriladi. Sababi moy bilan benzin aralashib ishlatadi. Karter motorlarimiz hamda bunga 6 oy, 7 oydan bitta sezonda aka o'zi. Bitta sezon bahorda boshida bo'ladi, hamda kuzda oxirida, kuzda bo'ladi aka. Tushunarli. Shunga qarab garantiyasi ketaveradi aka. Xo'p, aka, bularning dastlabki xizmatlari qanaqa bo'ladi endi? Dastavkasi shu oldin aytganimizdek aka, 10 tadan ko'p olgan odamga dastavkamiz bepul. Demak, sizdan optim narx aka. Donaga oladigan bo'lsa, Yandexlar yoki dastavka taksilar orqali chiqaramiz aka. Tushunarli. Demak, sizdan bularni olib turib tadbirkorlik qilsa ham bo'ladi. Faqat shunday aka. Xonadoniga xo'jalikka ishlatmasdan tadbirkorlik qilsa ham bo'ladi. Viloyatlarni olib ketib, xuddi shunaqa aka. Men hozir aytgan narxlarim donaga aytilgan aka. Optim oladigan bo'lsa, yana kelishamiz aka. Bundan ham o'tib beriladigan joy. Skidkalarimiz bor aka. Zo'r, gap yo'q. Asaman yoraveryapti. Bundan ham ko'p yangiliklarni kutib qolamiz, xudo xolasa. Aka, salomat bo'ling. Akamiz telefonlar pastda bo'ladi. Aloqaga chiqasizlar.